Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men algoritmlar va dasturlash texnologiyalari kafedrasi dotsenti Davronov Shohshohxonman va bugungi mavzuyimiz inkapsulyatsiya, merosxo'rlik va polimorfizm. Bular o'zi nima? Xo'p, bular obyektga yo'naltirilgan dasturlashning asosiy tamoyili hisoblanadi. Obyektga yo'naltirilgan dasturlashda ushbu tamoyillar sinflar asosida amalga oshiriladi. Xo'p, davom etamiz. Birinchisi inkapsulyatsiya. Inkapsulyatsiya o'zi nima? Inkapsulyatsiya bu ma'lum bir sinf usullar va o'zgaruvchilardan tashkil topgan hisoblanadi. Xo'p, usullar va o'zgaruvchilar nimaga inkapsulyatsiyani ichida keltirilgan deb savol tug'iladigan bo'lsa, bu savolga javob usullar va o'zgaruvchilar inkapsullangan, ya'ni himoyalangan usullar va o'zgaruvchilar degan javob shakllanadi. Xo'sh, sinf. Inkapsulyatsiya mavzusini davom ettiramiz, ya'ni sinf. Sinf asosiy 3 ta ruxsat etish modifikatoridan iborat. Birinchisi public, ikkinchisi protected, uchinchisi private. Endi public bu tashqaridan murojaat qilish mumkin degan tushuncha beradi. Protected bu hosil qilingan sinflar uchun foydalanish mumkin degan tushunchasi kelib chiqadi. Private da esa tashqaridan murojaat qilish mumkin emas degan tushuncha shakllanadi. Bular aslida nima degani? Bu yerda ma'lum bir sinf yaratilgan deylik. Ma'lum bir sinfda ruxsat etish modifikatori public. Public deganda biz o'sha yaratilgan sinfga ham o'sha sinfning ichidan, ham tashqi boshqa sinflardan murojaat qilish ruxsatiga egamiz degani. Ya'ni hech qanaqa cheklov yo'q. Protected da esa biz yaratilgan sinf va unga tegishli bo'lgan merosxo'r sinflar ichida o'zaro ma'lumot almashinuvini amalga oshirish mumkin degani, lekin tashqaridan murojaat qilish mumkin emas. Private da esa, private ruxsat etish modifikatorida esa bu himoyalangan hisoblanadi. Private da ruxsat etish tashqaridan mumkin emas, ya'ni faqatgina yaratilgan sinfning ichida ma'lumotlarga qayta ishlash ruxsat berilgan degan tushuncha kelib chiqadi. Lekin ham protectedda ham private'da ikkalovidan tashqaridan ruxsat mumkin bo'lmasa, ikkalovining farqi nimada degan tushuncha kelib chiqadi. Bu yerda farq bor. Farqi shundaki, protectedda tashqaridan murojaat qilish uchun maxsus usullar yoki interfeyslardan foydalanish lozim bo'ladi. Agar ulardan foydalanadigan bo'lsak, protected modifikatoriga ega bo'lgan sinflarga murojaat qilib, ulardan ma'lumotlarni olib, qayta ishlash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xo'sh, keyingisi polimorfizm. Polimorfizm o'zi nima? Polimorfizmda bu sinflar bor, ya'ni turli xil sinflarda bir xil usullarni turlicha natija olish orqali foydalanish degan tushuncha kelib chiqadi. E'tibor qiling, jonzot sinfi keltirilgan. Jonzot sinfida bor yo'g'i bitta usul bor. Bu usul ovoz usuli deb keltirilgan. Xo'p. Qo'shimcha ravishda yana merosxo'r sinflar bor. Merosxo'r sinflar 3 ta bor. 3 ta merosxo'r sinfimiz bor. Bu it, mushuk va o'rdak. E'tibor qiling, uchalovida ham bir xil usul keltirilgan. Ovoz usuli bor va jonzot. Ya'ni jonzot bu bizda asosiy meros qoldiruvchi sinf hisoblanadi. Qolgan 3 ta sinfimiz meros oluvchi sinflar hisoblanadi. Meros oluvchi sinflar meros qoldiruvchi sinfdan ovoz usulini meros qilib oldi, lekin ovoz usulini har bir meros oluvchi sinf o'zi uchun o'zgartiradi va natijasi turlicha chiqadi. Xo'p, e'tibor qilamiz. Mana itdan kelib chiqadigan bo'lsak, it qanaqa ovoz chiqaradi? Ya'ni bu yerda keltirilyapti. Xo'p, mushuk qanaqa ovoz chiqariladi? Bu ham keltirilyapti. Va o'rdak. Biz bilamiz, mushuk, it aytaylik, hayvon bo'ladigan bo'lsa, o'rdak parranda hisoblanadi, lekin hammasi umumiy jonzotga kiradi va u ham meros qilib olgan usulini o'ziga moslashtiryapti va uchalovida ham e'tibor qiladigan bo'lsak, 3 xil natija chiqyapti, bir xil usuldan foydalangan holda. Xo'p, davom etamiz. Merosxo'rlik. Merosxo'rlik tamoyili. Merosxo'rlik tamoyili eng qiziq obyektga yo'naltirilgan dasturlashning eng qiziq qismi hisoblanadi deb o'ylayman shaxsan, o'zimning fikrim. Ya'ni merosxo'rlikda
biz nima qilamiz? Ma'lum bir sinf yaratamiz. Yaratgan ma'lum bir sinfimizda standart, ya'ni berilgan funksiyalar mavjud. O'sha funksiyalardan foydalanamiz. Funksiya, ya'ni insonni obyekt sifatida qaraydigan bo'lsak, insonga obyekt sifatida qaraganimizdan keyin u obyektni 3 ta asosiy funksiyasi bor. Yurish, ovqatlanish va ichish. Ya'ni ichish deganda suv va qandaydir bir ichimlik ichish nazarda tutilyapti. Xo'p. Endi e'tiborli jihati mana bu yerda harbiy bor. Harbiy ham inson, lekin uni o'zining funksiyasi bor. Ya'ni uning o'zining usullari bor. E'tibor qiling, mana otish funksiyasi harbiyga xos hisoblanadi. Ya'ni bu harbiyning faqat unga tegishli bo'lgan funksiyasi hisoblanadi. Harbiy shunda insondan yurish, ovqatlanish, ichish funksiyalarini meros qilib olyapti va qo'shimcha ravishda o'ziga tegishli bo'lgan, ya'ni faqat o'ziga xos bo'lgan qo'shimcha funksiyani joriy qilyapti. Ya'ni bu otish funksiyasi. Keyingisi bu shifokor. Shifokorga e'tibor qiladigan bo'lsak, shifokorning ham o'zining vazifasi bor, hammamiz bilamiz. Xo'p, shifokorning vazifasi nima? Shifokorning vazifasi davolash. Faqat unga xos bo'lgan xususiyat hisoblanadi. U ham asosiy insondan yurish, ovqatlanish va ichish funksiyalarini meros qilib oladi va qo'shimcha ravishda faqat o'ziga xos bo'lgan funksiyani joriy qiladi. Ya'ni bu davolash funksiyasi. Bu harbiyda ham yoki oddiy insonda ham bo'lishi mumkin emas bo'lgan, bu o'ziga xos bo'lgan funksiya hisoblanadi. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda ya'ni merosxo'rlik uchun qisqa kod keltirilgan, kod qismi keltirilgan. E'tibor qiling. Klass, ya'ni sinf yaratilyapti. Sinfning nomi hayvon deb nomlangan va uning ichida def kalit so'zi orqali biz funksiya yaratamiz. Klassning ichida yaratganimizda bu funksiyalar usulga aylanadi, metodlarga aylanadi. Def kalit so'zi orqali biz ovoz usulini yaratyapmiz. Ovoz usulidan foydalangan holda ovoz usulining ichida to'g'ri aytadigan bo'lsak, ma'lum bir amal bajarilyapti. Hayvon ovoz chiqaradi degan ibora bizga print komandasi orqali ekranga chiqib keladi. Xo'p, qo'shimcha ravishda bu yerda it sinfi yaratilyapti. It sinfi bu merosxo'r sinf hisoblanadi. Merosxo'r sinf asosiy sinfdan, ya'ni meros qoldiruvchi sinfdan uning usullarini meros qilib oladi. Xo'p, bu yerda it sinfi hayvon asosiy sinfidan ovoz usulini meros qilib olyapti va o'zida o'sha ovoz sinfini qayta joriy qilyapti va umumiy chiqadigan natijasiga o'zgartirish kirityapti. Ya'ni itning o'ziga xos bo'lgan ovoz chiqarish usulini joriy qilyapti. Va e'tibor qilamiz, endi biz sinflarni yaratib oldik. Yaratib olgan sinflarimizni chaqirishimiz uchun maxsus sinf obyektini yaratib olamiz. Bu yerda it, ya'ni o'zgaruvchisi deb yondashsak ham bo'ladi. Ushbu sinf obyekti it deb nomlangan, teng, ya'ni it sinfiga murojaat qilish uchun it va ikkita qo'shimcha qavsni qo'yadigan bo'lsak, bu aynan sinfga murojaat qilayotganligimizni bildiradi. Bu yerda qo'shimcha parametrlar yo'qligi uchun qavslar ichida hech qanaqa ma'lumot keltirilmaydi. Xo'p, so'ngra it sinf obyektimizdan foydalanib ovoz usulini chaqirib olamiz. Ovoz usulini chaqirganimizda bizga ekranga aynan itga xos bo'lgan ovoz chiqib keladi. Xo'p. Natija sifatida it hayvondan meros oladi, lekin gapirish usulini o'zgartiradi. Asosiy joyi shundan iborat. Xo'p. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Siz bilan Davron Shohjon